ijodlaringizga yanada kasbingizga inomat tilab qolaman. Ruxsatni berib kelin-kuyovimizni avval boshlab tabriklab qo'yamiz. O'zinglarni bo'ling bo'lsin. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar yana bir bor. Kelin-kuyovimizga o'tirishga ruxsatni bersak-ku. Navbatni esa To'rtko'l elining faxrli farzandi, siz-u biz sevgan san'atkorimiz, To'rtko'l yulduzi Osmon Navro'zov, marhamat. Rahmat, yana bir bor tabriklaymiz. Kelin-kuyovga baxt tilaymiz, marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun xohlovchi qarindoshlarni, sinfdoshlarni, do'stlarni, jamiki mehmonlarni, ustozni hurmat qilgan barcha mehmonlarni davramizni kutamiz. Endi ozgina shoshilmay turasiz, sizdan birgalikda onamni ham davraga taklif qilamiz, maylimi? Zo'r qo'shiqlarni sizlar uchun ijro qilamiz. Tabriklaymiz yana bir bor. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim nabiralaringiz ko'payib bo'lsin. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun davom qilamiz. Xohlovchi qarindoshlarni, mehmonlarni, sinfdoshlarni davramizni kutamiz. Davom qilamiz.